Hozir men bu yukni maytdan oldim. Bo'pti. Mana shu yerdan oldimda men qolib keldim. Birinchi monetka qo'ymoqchi bo'ldi. Mana joy tayyorladi. Keyin mayqa qo'ymoqchi bo'ldi. Yoqqa ham joy tayyorladi o'rtaga. Keyin bir ko'tarib 5 minut turdi-da, keyin monetka qo'ydi. Ish bo'lmasa-ku, xo'p, sal bemalol bo'lsa, vashsheda endi. Hammasi bir anchadan beri ishlayib yurgan odamlar, ustalarda. Nimani qachon qayerga qo'yishni biladi. Yo shu nima desam bo'ladi, bir zerikandan yermak qiladimi? Nima desam bo'ladi, hozir gapirsam. Böyle gapirsang ham bir dard, gapirmasang ham bir dard. Onasini evsin. Bir gaplar keladi. Qo'ygan joyini qarada buni endi. Bila. Ochaq kerak qo'yadi, tasavvur qiling. Bu ikkalasi ham qisilib yotdi. Nima bo'lar keyin? Bale.